Mexanika Nexus 3 ga qiziqqanlar holati вообще a'lo darajada ekan. Ochib yuboringchi aka oldini. Alep Motors gibrid elektromobil C16. Rangi mokra asfalt nakka 32 mingga berib yuboraman deyapti. 15 kun bo'ldi mashinani chiqqaniga olganiga. Frapan aka bu. 15 kun bo'ldi xolos. Ha, metan ekan, ko'rinib qolibdi. Metanlar bilan injektor. Holat yili necha aka? Oktabrda oxirida olingan mashina. Yili 2020-yil. 20. Salonlarni qarang. Salonlari haqiqatda zo'r holatda ekan. Chikollari, koordinat. Tanlar 97 ming yurgan. 97 ming yurgan. 97.073 kilometr yurgan ekan, holatlari zo'r. Diskasi avtomatik qo'yilgan-ku. Diska bo'lgan yangi. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Kraskasi ham toza ekan. Bitta orqasini ochib yuboringchi. Mashinaning oldiga olib boryapti. Mashinaning holati mana orqa tomoni. Metan gazlari bilan holati zo'r mashinani. Mexanika nechinchi pozitsiya bo'ladi? 2 bo'ladi. Ikkinchi pozitsiya. Cho'r qilingan diskalar. Diskalar qo'yilgan. Mana tonirovka basi? Yo'q. Aka nechi pul oxiri? Pultlari bormi yo? 8400 dan ozgina o'tib beraylik. 8400 dan pulti bormi yo? Pulti yo'q ekan. Pulti yo'q ekan, rasm ekan. Yo'q kelgan, yo'q sotiladi. 8400 dan o'tib beramiz. 97 ming yurgan. Hozir. Top-toza. Salonni ham ko'rdingizmi aka? Saloni zo'r ekan, haqiqatda. 98 lik 101 1500. Qiziqqanlar bo'lsa 98 lik 101 1500. Mexanika ikkinchi pozitsiya, diskalari avtomatiki, diska balonlari yangi, metan gazlari bilan.